Asalarining grijaga foydasi yo'q ekan. Asalarining foydasi o'ta ko'p grija uchun. Osteoxondrozning grija bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bo'yinda bo'ladimi, belda bo'ladimi, oyog'ingizga berayotgan bo'ladimi, bo'yinda hisobiga qo'llaringizga yushyaptimi, hammasiga inshaalloh zo'r samarasi. Faqat asalariga bitta narsani so'raymiz, sabr qilib olishlikni so'raymiz. Xudo xolasa shifolarda sababini qilish kerak. To'liq kurs muolaja olish kerak. Hali 3 kun 4 kun keladi, bizda ham bo'ladi shunaqasi bemorlar. 3 kun 4 kun kelib, shu bilan chidalmadim, qo'ymadim, shu kelmaydi-da, keyin men foyda ko'rmadim deydi. Bunaqasi bo'lmaydi. To'liq kurs muolaja olsa, yana keyin biz aytamiz, xohlagan yeringda ko'rsatib oladi. Erinmasang, tomografiya qilib bemalol tushib ko'rib olavering deb. Kimdir bo'yinda, belda bo'ladimi, oyoqqa tortayotgan bo'ladimi, qo'llari uyushayotgan bo'ladimi grijaning hisobiga, davleniyalar chiqyaptimi? Bo'yindagi grijalar hisobiga ko'ngilda to'q bo'lib, xotirjam bo'lib keling. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani musiqa san'at maktabi ro'parasida klinikamiz. Mana shu yerga kelib yotib muolaja olsangiz, inshaalloh zo'r o'tasiz. Telefon nomerlarimiz 90lik 567 35 57. Umurbek tabib deb YouTube, Telegram kanallarimizga yozsangiz, grijadan natija topgan bemorlarimizni ko'rasiz. Eng ko'p bemorlarimiz, tuzalgan bemorlarimiz shu grijadan bo'lsa kerak. Doim salomat bo'linglar.